Yurtimiz nomi bilan ataluvchi O'zbekiston radio kanalini tanlagan va tinglayotgan qadrdonlar, yana bir bora assalomu alaykum. Har bir bola sog'lom kulgusi, beg'ubor orzulari va umidga to'la kelajagi bilan dunyoga keladi. Ammo ayrim bolalar bu orzular uchun juda erta, juda og'ir sinovga duch keladi. Saraton degan og'ir tashxis bilan yuzma-yuz bo'ladi. 15 fevral Xalqaro bolalar saratonga qarshi kurashish kuni. Bu sana faqat taqvimdagi kun emas, bu hushyorlikka chaqiriq. Bu ota-onalarni befarq bo'lmaslikka undaydigan, jamiyatni mas'uliyatga chorlaydigan muhim belgidir. Statistika ortida raqamlar emas, bolalar taqdiri, ota-onalarning umidi, kechalari bedor o'tgan onalarning ko'z yoshlari bor. Eng og'riqlisi, bolalar saratonining aksariyat turlari erta aniqlansa, to'liq davolanadi, ammo kechikish umidni kamaytiradi, hayotni xavf ostiga qo'yadi. Bugungi dasturimizda bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi bosh shifokorining ambulator xizmat bo'yicha o'rinbosari Sanjar Valiyev bilan bolalar saratonining ilk alomatlari, erta tashxisning ahamiyati, ota-onalar bilishi shart bo'lgan muhim belgilar haqida atroflicha efirda gaplashamiz. Efirda qoling. Bu suhbat siz uchun, farzandingiz uchun, kelajagimiz uchun juda muhim. Sanjar aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Efirdagi suhbatimiz har bir tinglovchini o'z hayotiga bir nazar tashlashga, o'ylanishga va ehtimol muhim qarorlar qabul qilishga chorlaydi. Mavzu yuzasidan qadrdonlar savollaringiz bo'lsa, 71 kodi bilan 233 92 04 yoki 71 286 31 32 raqamlariga telefon qilishingiz va murojaat qilishingiz mumkin. Biz esa muloqotni boshlaymiz. Men Artiqova Mansura, o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bolalar onkologiyasiga kelishimdan sabab qizimda gistositoz X diagnoz qo'yilgan. Shu sababdan bu yerda davolanamiz. 2021-yil sentyabr oyida bu tashxis qo'yilgan. Hozirgi kungacha kundan kunga yaxshilanib, davolanib kelyapmiz va bundan juda minnatdorman. Bog'chaga ham chiqqanmiz. Hozirda kundan kunga yaxshi bo'lib boryapmiz. Bu yerda 2021-yilda sentyabrdan beri keng olib kelamiz. Bugungi kundagi sharoitlarga to'xtaladigan bo'lsam, mehrli maktablar ochilibdi va bundan juda ham xursandman. Ona sifatida har bir narsani qadriga. O'zbekiston radio kanalida efirda gaplashamiz dasturi. 15 fevral Xalqaro bolalar saratoniga qarshi kurashish kuni. Bu sana ortida minglab bolalarning hayot uchun kurashi, minglab ota-onalarning umid va duolari mujassam. Avvalo ushbu sanani ahamiyati, uni jamiyat uchun qanday ma'naviy va ijtimoiy mazmuni borligi haqida to'xtalib o'tsangiz marhamat. Mana 15 fevral bu bolalar onkologiyasi saratoniga qarshi kurash kuni deb e'lon qilingani uchun bizlarda mana shu onkologik kasallik bilan kasallangan bemor bolalarni sog'aytirish uchun barcha chora-tadbirlarni ichiga olgan bo'lib, mana shu onkologik kasallik bilan kasallangan bemorlarni davolash uchun biz mehnat qilmoqdamiz. Qo'limizdan kelgan ishni harakat qilamiz. Bu shuni aytish kerakki, bu onkologiya kasallik deganda o'zi ko'pchilikni qo'rqib ketadi bu kasallikni, bu diagnozni eshitgandan keyin. Bu ayniqsa yana bu bolalarda bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham achinarli holat, juda ham aniq holat. Buning uchun butun jamiyat, butun hamma kurashish kerak bu kasallikni oldini olish uchun, bu kasallikni sog'aytirish uchun, erta tashxislash uchun. Albatta bu butun jamiyatni ishlashi kerak, hamkorlikda ishlashi kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Mana hozir aytib o'tingiz, juda ham achinarli holat. Saraton deganda biz ko'pincha yosh katta insonlarda uchrashi mumkin deb hisoblar edik, lekin bolalarda uchrayotgani va buning ko'lami kengayayotgani har bir ota-onani, har bir kattani xavfga soladi, dahshatga soladi. Mana shu ko'lam haqida qay darajada kengayapti, qanday turlari uchrayapti, shular haqida gapirib bersangiz. Albatta bu onkologik kasalligi bolalar o'rtasida, kattalarda ham, bolalarda ham bu hozir rivojlanishi, uchrashi ko'plab uchramoqda. Mana O'zbekiston Respublikasini oladigan bo'lsak, bularni O'zbekistonimizda shu bolalarda onkologik kasallik bilan kasallangan bolalarni 15384 ta bemor bola bizning hisobimizda turadi. Bulardan 7584 tasi onkologik kasallik bilan kasallangan bolalar, 5300 tasi bu gematologik kasallik bilan kasallangan bolalar
va 2500 tasi bu bemor bolalarimiz arfan kasallik, genetik kasalliklar bilan kasallangan bemorlar bizlarda hisobda turadi. Mana yuqorida bolalar juda ham onkologik kasallik bilan kasallanish ko'payotgani mana raqamlarda ham ko'rishimiz mumkin. Bu 22-yilda bizlarda 2442 ta holatda bolalarda onkogematologik kasallik tashxisi qo'yilgan. 23-yilda esa 3186 ta bemorda bolada onkologik kasallik bilan tashxis qo'yilgan. 24-yilda 4178 ta bemorda. 2025-yilda o'zida esa 5048 ta bemorda onkologik kasallik bilan tashxis qo'yilgan. Mana raqamlarda ko'rib turibsizki, yildan yilga rivojlanib boryapti. Mana qisqa muddatda 3 yilning ichida bolalarda onkologik kasallik bilan kasallanishni foizi 71% ga oshdi. Lekin shuni yana nazarda tutishimiz kerakki, bu bolalarda onkologik tashxis qo'yildi degani bu bo'ldi degani emas. Bu hukm emas. Albatta bu bolalarda onkologik kasallik bilan kasallanish holati, sog'ayish holati kattalarga nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Masalan, buni erta tashxislasak, bu ertaroq yaxshi davolanadi, sifatli davolanadi, qisqa muddat davolanadi va dori-darmon kamroq ishlatiladi. O'sha mana rivojlangan davlatlarda onkologik kasallik bilan kasallanganlarni bolalarni 90% gacha to'liq sog'ayib ketadi. 90% gacha to'liq sog'ayib ketadi. Mana bizlarda gemoblastozlar, leykoz deydi, oq qon kasallik deydi xalqimizda. Bu kasallik bilan 90% gacha agar to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davolasa, 90% gacha sog'ayib ketadi bu kasallikdan. Bu onkologik kasallik bu hukm emas. Bu moqchi bo'lganim, bu kasallik bilan kurashsa bo'ladi, davolasa, tushish kerak emas. Bu kasallikdan to'liq davolash mumkin. Tushunarli. Ma'lumotlarga ko'ra, bu raqamni aytishga to'g'risi qo'rqyapman. O'zbekistonda har yili 1000 ga yaqin bolada onkologik kasalliklar aniqlanar ekan, shundaymi? Mana hozir men yuqorida aytdim, mana o'tgan 25-yilimizni o'zida 1000 ta emas, 5048 ta holatda bolada onkologik kasallik aniqlandi. Mana 21-yilda 2000 ta qo'yilgan. 71% ga oshgan. 71% bu dahshatli darajada ko'payish. Juda achinarli holat. Endi bolalar saratoni qanchalik xavotirli? Uni oldini olish mumkinmi? Sababi aytishadi-ku, kasalni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshiroq va ma'qulroq deb. O'zbekistonda saratonga chalingan bolalar qanday davolanyapti? O'zbekistonda albatta bu kasallikni, har bir kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan juda ham yaxshi bo'ladi. Buni oldini olishda o'sha bolalarni hamma kattalarda ham sog'lom turmush tarzi juda ham katta rol o'ynaydi. Bu o'sha bolalarni sportlar bilan shug'ullanish, mana suzish, sport turi, gimnastika sport turlari bilan shug'ullanishda men mutaxassis sifatida tavsiya qilaman. Bu shu kasallik bilan masalan shunaqa chiniqqan bolalarda bu kasallik bilan kasallanish ehtimolligi pasayadi. Bu har bir bu onkologik kasalliklarning ham o'zini sabablari bor-da. Bu sabablarni, o'sha sababchilarni ko'pincha organizm kuchli bo'lsa, immun sistemasi baquvvat bo'ladigan bo'lsa, bu kasallikni yengadi. Mana O'zbekistonimizda aytadigan bo'lsak, mana bolalarda onkologik kasalliklar bilan ham davolanish sifati yaxshilanib bormoqda yildan yilga. Mana bizlar oldinlari mana bundan 5 yil, 10 yil oldin onkologik kasallik bilan kasallangan bolalarni 17% gina holatda sog'aygan. Qolgan 83% biz bu bemorlarni yo'qotganmiz. Mana hozir davlatimizning e'tibori bilan, davlat rahbarimizning e'tibori bilan mana ikkita qaror ketma-ket chiqarildi. 183 va 186 qarorlar, prezident qarorlari ishlab chiqildi. Bunda o'sha ko'rsatib o'tilganki, asosiy maqsad qilib bolalarda onkologik kasalliklarni sog'aytirish, ta'minot, moddiy ta'minotni, mutaxassislarni yaxshi o'qishlarini ta'minlab berish qaratilgan. O'sha mana 17% bo'lsa, mana hozirga kelib biz 35% ga chiqdik. Mana onkologik kasallik bilan kasallangan bolalarning sog'ayishini 35% ga. Mana shu 2030-yilga borib bizga maqsad qilib qo'yilgan 65% holatlarda bolalarni onkogematologik kasalliklardan sog'aytirish. Buning uchun albatta erta tashxislash, profilaktika,
juda ham muhim rol o'ynaydi. Tushunarli. Endi saraton bilan kattalar kasallansa, aytamiz endi kasal bo'lgan, immuniteti tushgan deymiz. Lekin bolalarda nima sababdan kelib chiqyapti va bolalar saratoni qanday natijalarga olib kelishi mumkin? O'zi umuman saraton nima degani? Shu haqda ham tinglovchilarga ma'lumot berib o'tsangiz. Bolalarda asosiy onkologik kasallik bilan kasallanishni eng yuqori pik davri bo'ladi yoshini. Bu masalan birda yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda, yangi tug'ilgandan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda shu embriogenezning buzilishi natijasida rivojlanadigan kasalliklar bo'ladi. Onkologik kasallik. Bu embriogenez degani shu homiladorlik paytida homilani rivojlanishida o'sha onaga ta'sir qiluvchi nojo'ya ta'sirlar natijasida shu hujayralarning noto'g'ri shakllanib, noto'g'ri rivojlanishi natijasida bu o'sha rakviy hujayralar deymiz, o'sma hujayralari rivojlanadi. O'shaning natijasida bu bir yangi tug'ilgan bolalardan to 3 yoshgacha shu tug'ma onkologik kasalliklar diagnoz qo'yiladi. Bundan tashqari ikkinchi pik заболеваемость deydi, ko'p kasallanish davri o'smirlik davrida. Ya'ni bu o'sha o'smirlik davrida organizm bitta holatdan ikkinchi holatga, o'sha bolalikdan kattalikka o'tadigan davr. Unda gormonlarning muhim o'zgarishlari bo'lish hisobiga shu uyg'onib yotgan hujayralar uyg'onib ketib, xavfli o'sma hujayralarini paydo qilib, nimani ta'sirida uyg'onadi endi bu hujayralar? Endi bu o'sha sababi noma'lum, lekin bunga o'sha organizmdagi immun sistemani buzilishi, mana odamda o'zi zamonaviy meditsina tibbiyotda hozir bir kunda ko'plab onkologik hujayralar paydo bo'ladi. Lekin bizni o'sha sog'lom hujayralarimiz, immun sistemamiz o'sha hujayralarni uni bartaraf qilib turadi. Qachonki shu disbalans kelib chiqsa, odam shamollasa yoki virus ko'payib ketsa organizmda, o'shanda disbalans kelib chiqib, onkologik hujayralar uni yengib ketadi, immuniteti. Shunda ko'payib, betartib ko'payib ketadi. Unda o'sha geometrik progressiya bo'yicha ko'payib onkologik hujayralar, ya'ni 2 tadan 4 ta, 4 tadan 6 ta, 16 ta ko'payib ketadi. Uni eplab bo'lmay qoladi organizm. Shunda keyin boshqa hujayralarga, boshqa joylarga metastaz berib tarqab ketadi. Demak, oddiy shamollash o'tib ketadi demasdan, albatta, oxirigacha davolash kerak, aynan bolalarni. Albatta. O'sha mana surunkali kasalliklar bor. Bolalarda ko'pincha uchraydi, mana virus Epstein-Barr degan virus uchraydi. Bu doim bola sog'lom bo'ladi, tez kasallanib turadi-da, lekin bilinmaydi. Yengilgina o'tib ketadi, tez kasallanib turadi. Bu bolalarda mana shu organizmda virus bo'lganligi hisobiga u virus organizmni doim ta'sirlantirib turadi. O'shani hisobiga uni ham immun sistemani o'zgartirib, o'sha virus Epstein-Barr, toch infeksiyalari, ular keyin bolalarda mana shu onkologik kasallikni olib kelishiga sabab bo'ladi. Tushunarli. Endi yeb ichilayotgan mahsulotlarchi? Fast foodlar, mana GMO deyapmiz, konsentratlar, notabiiy mahsulotlar ham saratonga sabab bo'lishi mumkinmi? Gazlangan ichimliklar, energetik ichimliklar. Albatta. Mana shu juda ham to'g'ri savol berdingiz. Mana shu fursatdan foydalanib tinglovchilarimizga, ota-onalarimizga shuni aytmoqchimanki, bolalarni to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri turmush tarzi juda ham muhim rol o'ynaydi. Mana bolalarga albatta bunaqa hozir yoshlarimizda juda ham ko'paygan mana shu gazli ichimliklar, mana energetiklarni iste'mol qilishi, fast foodlarni iste'mol qilishini juda ham ko'paygan. Bu albatta bu o'sha onkologik kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bu olib keladi, chunki bu narsalar bolalarni organizmga moslashmagan. Bu organizmdagi tez o'sayotgan hujayralarni yana ham o'zgartirib yuboradi. Shakliga ta'sir qiladi. Albatta uni ta'sir qilib, o'sha o'sma hujayrasini paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin bu narsa. To'g'ri ovqatlanish juda ham muhim rol o'ynaydi. Endi bolalar saratonini qanday turlari bor va hozirgi kunda qaysi turlari ko'proq uchrayapti? Endi bolalar saratonni eng ko'p uchraydigan turi hozir bizning butun dunyoda, shu jumladan bizning O'zbekistonimizda eng ko'p uchraydigan mana leykozlar deydi, gemoblastoz holatlari, gemoblastozlar deydi, limfomalar, bular
barcha uchraydigan onkologik kasalliklarni 32%ni shu kasalliklar tashkil qiladi. Ikkinchi uchraydigan bu turi mana bosh miya o'smalari. Bolalarda uchraydigan barcha o'smalarning 20% holatlarida bosh miya va orqa miya o'smalari hozir tashxis qo'yilyapti. Hozirgi oxirgi paytlarda mana shu bosh miya o'smalari juda ham ko'paymoqda. Juda ham ko'paymoqda. Bundan tashqari mana tug'ma onkologik kasalliklar bu 3-o'rinda uchraydi. Bular o'sha nefroblastoma, neyroblastoma, gepatoblastoma jigarlarda buyrakda uchraydigan o'smalar uchraydi. Suhbatimiz davomida aytib o'tyapsiz, erta tashxis bu bolani sog'ayib ketishiga juda ham katta bir yordam deb. Erta tashxis bo'lishi uchun bolada qandaydir bir o'zgarishni ota-ona avvaldan sezish kerak. Qandaydir bir belgilari bormi? Avvaldan sezilishi mumkin bo'lgan va qaysi shifokorga murojaat qilish mumkin? Qaysi belgilar signal tarzida ko'rsatiladi? Endi onkologik kasalliklarni eng erta belgilaridan mana shu o'sha bolani umumiy holsizligi, tez kasallanib qolishi, besabab isitma qilib yurishi, uzoq vaqt antibiotik berilganda ta'sir qilmasa, unda darhol o'zi birinchi o'rinda onkologga ko'rsatish kerak. Agar onkologik kasallikni istisno qilgandan keyin uni pediatr, lor, boshqa mutaxassis davolasa bo'ladi. Ba'zida birinchi bizlarda ko'p kuzatiladi, pediatrga boriladi, boshqa lorga boriladi, ko'plab mutaxassislarga borib turib, oxirida onkologiyaga o'zi o'tkazgan bosqichda boriladi. Shuning uchun birinchi o'rinda onkologni kasallikni istisno qilib, keyin davolansa yaxshi bo'ladi. O'sha onkologik kasalliklarda ham mana ko'pincha yana uchraydigan erta belgilaridan masalan ko'karishlar bo'lib qoladi terida. Bolalarda surunkali bosh og'riqlari, qayd qilishlari, yurganda o'sha to'g'ri muvozanatni ushlolmay holatlari kuzatiladi bosh miya o'smalarida. Bundan tashqari o'sha qornilarni ushlab ko'rganda, onalar cho'miltirganda qornilarida o'smani sezib qolishi mumkin yoki oyoqlarda og'riq bo'lib yuradi yoki o'sha bo'g'imlarda og'riq bo'lib yurganda albatta shuni mutaxassisga ko'rsatsa, mutaxassis uni o'zini maxsus tekshiruvlar orqali tashxis qo'yib, erta tashxislab, erta davolashga sabab bo'lishi mumkin. Kasallikni qaysi turida davolanish va omon qolish nisbati yuqoriroq? Mana bizani onkologik kasalliklarda 4 ta bosqich farqlanadi. Buni ko'pchilik eshitgan, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqich. Bu 4-chi bosqich eng so'nggi bosqich hisoblanadi. Bu bosqichda tarqalgan bosqich hisoblanadi. Bu kasallikni agar 4-chi bosqichda qo'yiladigan bo'lsa, bu kasallikni 85-90% ni davolab bo'lmaydi, afsuski. Lekin buni teskarisi agar erta tashxis qo'yiladigan bo'lsa, birinchi bosqichda tashxis qo'yiladigan bo'lsa, bu kasallikdan sog'ayish ko'rsatkichi 90% gacha bo'ladi. Shuning uchun bizning kasalligimizda erta tashxis juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu davolash hozir butun dunyo bo'yicha xalqaro protokollar chiqqan, hamma davo usullari ko'pchiligi topilgan. Lekin o'shani agar erta bosqichda boshlasa, sog'aytirib yuborish imkoniyatimiz ko'proq bo'ladi. Tushunarli. Saraton to'liq davolangandan keyin qaytalanishi yoki bir organizmda saratonning turli shakllari uchrashi ham mumkinmi? Mumkin. Qanday paytlarda bo'ladi? Endi bu hozir mana bu kasalliklar ham ba'zilari irsiy buzilish bilan kechadi. Masalan, bir xil kasalliklar shu kasallikka moyil kasalliklar bo'ladi. Mana kimdadir qarindoshlarida, ota-onasida yoki boshqa shu kasallik bilan kasallangan bo'lsa, bu bemor inson ham shu kasallikni olib keluvchi faktorlar, masalan, sigaret chekadigan bo'lsa, boyaga yuqorida aytganda energetik ichadigan bo'lsa, boshqa sog'lomdagi odam tarafdagi kasallik bilan kasallanish ehtimolligi yuqoriroq bo'ladi. O'shaning uchun genetika ham juda ham katta rol o'ynaydi. Hozirda mana shunaqa genlar bor, oldindan shu kasallik bilan kasallanish ehtimolligini aniqlab beradigan genlar bor. Shuni masalan mana BRAF gen degan gen bor. O'sha genni agar
tekshirganda mutatsiyasi aniqlansa, u odamda sut bezi saratonini uchrash ehtimolligi yuqoriroq bo'ladi. Shunaqa genlar bor. Bolalar milliy tibbiyot markazidagi onkogematologiya bo'limi necha o'rinli va nega aksar hollarda onkologik kasallikka chalingan bemorlar davolanish uchun aynan poytaxtga intiladi? Viloyatlarda ham davolash markazlari bormi? Bizani markazimizda 250 ta bemorni davolashga mo'ljallangan koykalarimiz bor. Bu hozir viloyatda ham bizlarni o'sha 16 ta filiallarimiz bor. Har bir viloyatda ular bilan bizlar o'sha doim aloqada bo'lib turamiz. Bizani hozir birlamchi kasallarimizni hammasini imkoniyat qadar tashxisni respublikada markazda qo'yishga hozir qaratilgan. Chunki oldin mana viloyatlarimizda shu ba'zi mutaxassislar yetishmovchiligi, diagnostik apparatlarning hisobiga diagnoz qo'yishimizda xatoliklar ko'p uchragandi. Hozirda endi mana shu birinchi bosqichda hozir ketyaptiki, markazga birinchi tashxis qo'yib olib, keyin bolani agar birinchi kurs lechinasini qilgandan keyin agar yengil lechina bo'ladigan bo'lsa, viloyatda o'zini viloyatiga jo'natiladi. Og'ir lechina qilinadigan bo'lsa, visokodozni ximioterapiya deydi, yuqori dozali ximioterapiyalar qilinadigan bo'lsa, unda biz markazda davom ettiramiz bunaqa kasallarni davolashni. Tinglovchilarimizdan shunday savol tushdi: necha yoshgacha bo'lgan insonlar aynan mana shu bolalar milliy tibbiyot markazidagi bo'limlarda davolanishi mumkin va umuman kattalar ham deylik aytishadi-ku, profilaktika uchun bir o'zingizni tekshirtiring deb. Kattalar o'zlarida saraton bor yoki yo'qligini aniqlashlari uchun qayerga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi? Bolalarda bizani markazimizda hozir 18 yoshgacha bo'lgan bemorlar tekshirish, davolanish mumkin. Bundan tashqari agar bemorlarimizda 18 yoshda tashxis qo'yilgan bo'lsa, lekin ularni toki tuzalguncha bitta shifokor yoki bitta klinikada davom ettirish kerak. Masalan, mana gemoblastozlar, boshqa kasallar bizlarda yillab davolanadi, 3 yil, 4 yil davolanadi. O'shaning uchun mana shu bizlarda aniq qilinganki, agar 18 yoshda bemorga tashxis qo'yilgan bo'lsa, 21-22 yoshgacha bizlar davolaymiz. Agar birlamchi tashxis 19 yoshdan bo'lsa, unda kattalar onkologlari davolashadi. Endi mana kattalar onkologiyasi yoki gematologiyasi tashxisi bo'yicha agar bizani bolalarda onkogematologiya markazi bitta. Gematologik kasalliklar ham, onkologik kasalliklar ham bitta joyda joylashgan, davolanadi. Kattalarda bo'lsa Respublika gematologiya markazi bor. Bu Arnasoy ko'chada joylashgan. Bu leykozlar, gemoblastoz kasalliklarini davolaydi, qon kasalliklarini. Onkologiya bo'yicha bu yangi hozir tashkil qilingan, yangi ochilgan, mana bu yangi Toshkent tomonda markazda tekshirishlardan davolashdan o'tadi. Respublika bo'yicha shahar aniqroq. Agar bundan tashqari har bir markazning o'zini viloyatda filiallari bor. Filiallarda tekshirish mumkin. Tushunarli. Endi har bir kasallikni davolashda nafaqat tibbiyot xodimlari, malakali shifokorlar, balki o'sha kasalning ortida turgan oilasining moddiy ahvoli ham nihoyatda ahamiyatga ega. Kam ta'minlangan, oddiy qilib aytganda, kambag'al inson saratonga chalingan bolasini saqlab qolish imkoni qanday va qay darajada davlatimiz tomonidan yordam beriladi bunday oilalarga? Hozir mana oxirgi paytlarda bu kasallik bilan davolanishni ta'minoti 96-97% gacha bizda dori-darmon to'liq beriladi. Undan tashqari ba'zi dorilarda uzilishlar bo'lib qolishi mumkin, ba'zi dorilarda yo'q bo'lib qolsa, bunda fondlar tashkil qilingan, jamg'armalar tashkil qilingan. Mana shu jamg'arma orqali bizga o'sha yo'naltiramiz bemorlarni, ularga dori darmonini hammasini olib beradi. Hatto yo'l kelib ketish yo'llarigacha to'lab beradi. O'sha mana bizda hozir bu anaqa bo'yicha zamin fondi bizga juda ham katta yordam beryapti.
va izgu niyat degan fond bor, u jamg'arma ham juda ham katta yordam beryapti. Mana shunaqalar bor. Hozir kambag'al bo'lsa ham bu umuman anaqasi yo'q, moddiy holatidan qat'iy nazar juda ham katta pullar ajratiladi, o'shanga ta'minlab beriladi. Bundan tashqari mana hozirgi kunda chet ellarga davolanish uchun ham bizlarni xulosamiz bilan respublikamiz yoki jamg'armalar pul ajratib beradi. Ular chet elda davolanib keladi. Mana hozir bir oyda 5 ta 6 ta bolamizni Turkiya davlatiga suyak ko'magini transplantatsiya qilish uchun jo'natamiz. Mana yaqinda bizlar o'sha Turkiya bilan 5 ta klinikasi bilan memorandum tashkil qilingan. Bundan tashqari mana hozir yaqinda 5 ta bemorimiz Italiyada borib, ota-onasi bilan birga borib, hamma yo'l xarajatlari, davolash, dori-darmon hammasini davlat ta'minlab berib, 5 ta bolamizni suyak ko'magini transplantatsiya qilib kelindi. Mana hozirda bu mana yaqin kunlarda o'zi boshlash arafasidamiz. Bizani o'zimizni markazda ham o'sha suyakni, o'zak hujayralarini transplantatsiyasini yo'lga qo'yishimiz. Chet elga yubormasdan. U juda ham qimmat ish. Bitta transplantatsiya o'rtacha 100 ming, 120 ming dollarga tushadi. Agar bu yerda qilinsa-chi 50 ming, 55 ming dollarga tushadi. Demak 120 ming dollarga ikkita bolani davolash mumkin bo'ladi. Har bir bemor uchun. Bundan tashqari bu mana qo'shni respublikalarimizdan ham bizga juda ham ko'p bemorlar murojaat qilishadi. Mana Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelishadi. U bemorlarga ham biz yordam berishimiz mumkin shu transplantatsiya bo'yicha. Bizlarda nisbatan arzonroq qilish imkoniyatlari yaratildi. O'sha qilinyapti. Bosqichdamiz, o'sha boshlaymiz. Tushunarli. Endi har bir ota-ona xavfga tushib qoladi bunday suhbatni eshitgandan keyin. Xavfga tushishi ham kerak. Meni farzandim mana shunday kasallikka chalinmasin, avvaldan yo'rig'ini ko'rib qo'yay deydigan ota-onalar qayerga borib, qaysi turdagi tahlillarni topshirishi kerak? Qanday maslahat berasiz? Uni birinchi o'rinda qanaqa tashxis qo'yishni albatta mutaxassis ko'radi. Bu onkologiya juda ham keng tushunchada. U har xil joyda uchrashi mumkin. Bosh miyadan uchrab turib toki qonni hujayralariga. Buni hammasi tekshirish diagnostikasi har xil bo'ladi. O'shaning uchun nima kasallikka shubha qilingan bo'lsa, shu tomonlama tekshiruv olib boriladi. Sog'lom bolalarni-chi tekshiruvdan o'tkazish mumkinmi? Profilaktik ko'riklardan albatta profilaktik ko'riklardan o'tkazib turish kerak. Har 6 oyda bir marta ultratovush tekshiruvi qilib tursa, qon analizlarini, tahlillarini topshirib tursa, shuni o'zidan biz ko'p kasallikni aniqlab olamiz. Tushunarli. Amaliyotingizda ko'p uchraydigan holat ota-onalar qanday sabablarga ko'ra qimmatli vaqtini boy berib qo'yapti va qanday xatolar bola hayotiga xavf solyapti deb o'ylaysiz? Bizda eng achinarli holat, eng yomon holat shu noan'anaviy davolash usullaridan foydalanish. O't o'lanlardan mana har xil tabiblar, sharlatan deydi bizani tibbiyot anaqasida shunaqa tabiblar juda ham ko'payib ketgan, aldab vaqtni, qimmatli vaqtlarni o'tkazib shunaqa davolanishadi. Bizni xalqimizda sodda odamlarimiz ham juda ham ko'pdi. Shu mana shu mantiqan o'ylab ko'rish mumkinki, masalan, tabib o'zini bir joydan chiqmagan tabib qanday qilib onkologik rak kasalligini davolash mumkin? Shunga ishonib borib, aldanib, ilonni zahrini berib, tuyani sutini berib, boshqa narsalarni berib, har xil narsalar bilan aldanib, bolani zaharlab, kerosin bergan holatlarni ham ko'rganmiz. Har xil bu hayvonlar. Shunday bolalar kelganmi? Albatta, har kuni keladi bunaqa holatlar. Ko'p, juda ham ko'p uchraydi. Achinaman men shunaqa narsalardan. Bizlarga kelishadi, davolab, qiladi. Davo juda bizlarda qiyin davo usuli. Bolalar qiynaladi. Birinchi davo usuli anaqa davoda qayd qilishadi, boshqa bosh og'riqlar bo'ladi, sochi to'kiladi. Hamma anaqa, lekin boshqa iloji yo'q, uni davosi, boshqa davo usuli yo'q. Shuni ko'rgandan keyin, bitta davoni qilgandan keyin borib tabibga boradi. Tabib shu har xil so'zlar bilan aldab, unga "Sen yaxshi qilaman" deb qimmatli vaqtlarni o'tkazib, keyin o'zi davolab bo'lmaydigan bosqich bilan murojaat qiladigan bemorlarimiz ham juda ko'p. Fursatdan foydalanib shunaqa narsani men iltimos qilmoqchiman. Mana shuncha davlatimiz shuncha sharoit yaratib beryapti. Meditsina rivojlanyapti. Yangi davolash usullari chiqyapti. Bu
yuqorida aytdim, bu anaqa emas, onkologik kasallik, bu Hukm prigovor emas. emas, hukm emas. Albatta buni davolasa bo'ladi. Mana hozir aytib o'tdingiz, zamonaviy usullari bor davolashni. Mana shu zamonaviy davolash usullari haqida ham tinglovchilarimizga kengroq ma'lumot berib o'tsangiz. Qanday usullardan foydalanilyapti hozir? Mana hozir zamonaviy usullarda hozir oldinlari onkologiyada ko'proq ximioterapiya qilinadi. Bu ximioterapiya o'sha o'smani o'sishini to'xtatadigan preparatlar jo'natadi. Bu preparatlar o'sha xavfli o'sma hujayrasiga ham ta'sir qiladi. Qo'shimcha ravishda u sog'lom hujayralarga ham ta'sir qiladi. Hozir mana target degan terapiyalar kelib chiqqan. Bu target degani o'sha mishen degan so'zdan kelib chiqqanda, именно o'sha o'pqilli hujayrani o'ziga ta'sir qiladigan dorilar chiqqan. Bundan tashqari immun terapiyalar chiqqan. Hozir immun terapiya o'sha organizmni o'zini immun sistemasi bilan shu rakli hujayrani o'ldirish xususiyatlari bor. Shunaqa yengil metodikalar. Mana hozir transplantatsiyalar juda rivojlanib ketyapti. Shu anaqalar suyak ko'magini transplantatsiyalari. Bu bilan ancha yutuqlarga erishilyapti. Endi har bir kasallikka chalingan inson u qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar ruhan tushkun holatga tushib qoladi va bunday bolalar bilan, faqat bolalar bilan, ular bilan birga baravar dard chekayotgan ota-onalar bilan ham ruhiy sog'lomlashtirish mashg'ulotlari olib borilishi shart. Mana shunaqangi kasallikka chalingan bolaning ruhiy holati, uni sog'ayishiga qay darajada ta'sir ko'rsatadi? Albatta bu ruhiy holati juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu har bir bemorni o'sha men sog'ayaman, o'zim ishonch hosil qilsa, bunda organizmni o'zi kurashadi. Shuni bizlar shunda markazimizda bitta anaqa tashkil qilganmizki, mana bemorlar, sog'aygan bemorlar yaxshi bo'lgandan keyin shu klinikamizdan chiqayotgan joyda anaqa qo'ng'iroqcha tashkil qilib qo'yganmiz. Shu joyda keladi bemorlar, o'sha yengi kelgan bemorlar yoki davolanayotgan bemorlar ko'rib turadi, anu sog'aygandan kelib chaladi. Bu chalgandan keyin anu yonida turgan davolanayotgan bemorlarda yana ishonch hosil bo'ladi. Mana davolansa bo'lar ekan, yaxshi bo'lib ketgan bola mana ko'rdim degan anaqa bo'ladi, motivatsiya. O'zingiz amaliyotingizda og'ir ahvolda kelib, deylik, umuman saratonga chalinib kelib, sog'ayib ketgan bolalar qancha bo'lgan? Mana shular haqida ham gapirib bering, sababi aytib o'tganingizdek motivatsiya, umid paydo bo'lsa, odam yana yashagisi keladi. Albatta. Men balkim eshitib turgandir, meni qo'limda davolanib yaxshi bo'lib ketgan bemorlar juda ham ko'p. Ko'p. Men avval xudo men sababchi bo'lgandirman. Ko'p bunaqa bemorlar yaqinda mana o'sha bir bemorimiz keldi, oldin davolangan, yaxshi bo'lib sog'ayib ketib, menga rassom kartina chizib kelibdi. Katta kartina doktor Valiyev onkologiya hukm emas deb yozib kelibdi-da. Juda ham xursand bo'ldim. Mana yaxshi bo'lib ketib, sog'ayib, farzand ko'rib, farzandiga meni ismimni qo'yganlar bor. Qanday yaxshi. Bundan tashqari mana hozir institutlarda o'qib doktor bo'laman deb, shifokor bo'laman deb bizani ana qilib kelgan doktorlikda o'qiyotgan bemorlarimiz juda ham ko'p. Umidsiz holda kelgan bemorlarimiz ham sog'ayib hozir maktabni bitirayotgan bolalarimiz ham ko'p. Mana 20 yillik tajribaga. Ularning ota-onasining duosini aytmasa ham bo'ladi. Albatta, albatta. Qanday yaxshi. O'zbekistonda bolalar onkologiyasi sohasini rivojlantirish, davolash sifatini oshirish va diagnostika imkoniyatlarini kengaytirish borasida qanday islohotlar amalga oshirilyapti? Mana yuqorida aytdimki, 186-prezident qarori bo'yicha o'sha kadrlar